Bir kuni bir odam o'zini onasini menga yomonlab, qaynonasini juda maqtab ketdi. Meni odam deydi, ahmoqroq odam deydi, ayol deydi. Qaynonam nihoyatda aqlli, o'qimishli odam gapiryapti, o'qimishli odam. Qaynonam olima, qaynonam undoq, onam meni o'qimaganam, onam juda ham johila deydi. O'sha johil esi past o'tgan onangni qadamini ostida jannat, aqlli qaynonangni oyog'ini ostida emas. Do'stim, o'qib zo'r bo'lib ketibsan dedim. O'sha aqli past onangni qadamini ostida jannat. Dono bo'lgan, aqlli bo'lgan qaynonangni qadamini ostida emas. O'sha seni jon berib, jon olib, ko'tarib yurib, qiynalib tuqqan onangni qadamini ostida. Qaynonangniki o'zini o'g'liniki uni oyog'ini ostida. Shunday gumrohlar bor. Onasi bilan qaynonasini farqiga bormay qolgan. Onadan shunchalik xabar olmaydiki, qaynonadan ko'p xabar oladi. Yo'q. Ona otani roziligiga deb qo'yibdi Alloh. Boshqasini aylantirmagan. Gapini qilmang onani. Ona aytgan ishlarni qilmang. Pul ham bermang. Ona sizdan kechadimi? Endi hayotda qizini qo'yib yuboringchi. O'sha aqlli qaynonangizni qizini qo'yib yuboringchi. Eng birinchi bo'lib qarg'aydigan o'sha bo'ladi.